Do'stda o'zini ko'ramiz. What the fuck bro, nima bala bu? Nuda menga bu juda ham yoqdi. Hozir esa biz железный golemni qo'yib ko'ramiz. U bilan usharmikan, yo'qmi? Tak, davay temir golem buni yo'q qilib tashlachi. Nimaga urmayapsan u? Ahmoq, buni orqangda bo'z turibdi. Bu yomon, ya'ni meni ham uradi hozir spawnga qilsak, ya'ni biz survival rejimiga o'tsak. No, mayli temir golem o'ldirmasa, biz uni o'zimiz nezrit branya va nezrit qilichlar olib o'zimiz o'ldirib tashlaymiz. Sekingina kiyib olamiz, ya'ni branyani kiyib, sekingina nezrit qilich ham olamiz va shitga ham olamiz. Endi esa biz charlangan oltin olmay ham olishimiz kerak. Men tayyorman qaroqchi, sen tayyormisan? Qani ketdik bola, sekingina survival rejimiga o'tamiz va sразу menga boshlab ketdi urushda. Qani ko'ramiz nimalarga qodir ekan bu boss. Buni qobiliyati bola, skeletlarni spawn qilar ekan. Boyaga ikkita qo'ygan spawnni qo'ydi-ku, ana nima edi skeletlarni. O'shanaqa skeletlarni bu o'zi spawn qilar ekan. Hozir ko'payib ketadi va shi bo'ladi. Qaroqchi sekin-sekin ko'payishni boshlayapti skeletlari. Bu insonlar qo'yila olmayishga xacha bu. Hozirlarda o'ldiraman. Wow, ko'rdilaringga ikkinchi karomati ham bor ekan. Bu qanaqadir o'qib urib hammani itarar ekan hamma tomonga. No, lekin skeletlarni hisobga olmasak, bossni o'zi normal ekan. Qaroqchi men ko'rib tursa qanaqadir animatsiya qilib turib tepadamda qo'lni ko'taryapti-da, yana skeletlar spawn qilyapti. Men esa bu bilan uje ushurib jonimga tegib ketdi va jonini ham juda ham ozgincha qoldirdim. Hozir biz uje uni o'ldiramiz. Qani da o'ldi bo'ldi. Faqatgina skeletlar qoldi menimcha. Qani da o'ldi. Mana ko'rlaring yotib oldi yerga. Mana ko'rib turibsizlarki, men uni bemalol mag'lub qila oldim. Ko'rib turibsizlarki va endi uni hech qanaqasiga urib bo'lmaydi ekan. Ustiga bosib tursak, yo'q bo'lib qolar ekan. No, mayli, unda biz ikkinchi modga o'tamiz. Bola, ikkinchi mod, ya'ni boss modimiz qanaqadir suv drakon bilan bog'liq ekan. Ko'rib turibsizlar, bizga ikkita spawn tuxumini berdi va bunisini qo'ysak qanaqadir tuxum berar ekan. Ya'ni tuxum qo'yapmiz. Menimcha bu o'sha drakonning tuxumi bo'lsa kerak. Vaqtinchalik esa keyin vaqt o'tib ochib chiqsa kerak o'sha drakon. No, mayli, lekin bizda ikkinchi tuxum bor. Uni esa hozir biz shu yerga qo'yib ko'ramiz. Mayli, quruqlikka qo'yib ko'raylikchi, ko'ramiz qanchalik katta. Wow, muncha katta bu drakon. No, men buni o'sha drakon desak bo'ladi. Ko'rib turibsizlarki, mana shu kichkina tuxumchadan mana shunaqa katta drakon ochib chiqar ekan. No, bu aql bovar qilmaydi. Lekin ming afsuski, ya'ni temir golem bunga hech qanaqasiga jahl chiqmayapti, hech qanaqasiga urib, buni asabini buzmayapti ham, hech nima qilmayapti. Mayli, hech qilsa yo'q, biz hozir o'zimiz branya kiyamiz va o'zimizga shit olamiz. Desak, shitga bir bala bo'lib qoldi, negadir kallasi nima bala bo'lib qoldi bu shitga. Mayli, bu shitkani olib tashlaymiz, kerak emas menimcha, bu shitka menimcha kerak emas va biz o'zimizga charlangan oltin olmani olib, buni adabini beramiz. No, men boyagina o'ldirib tashladim, endi esa bu drakon, ya'ni suv drakon-ku o'zi, bu shuni suvga qo'yib turib, suvda urishamiz. Logichnak axir, bu suv drakoni-ku axir. Ha, mayli, buni qo'yinglar, men esa sekin survival rejimiga o'taman va suvga sakrayman. Qani sekingina uni oldiga borsa, u kallasi tiqilib qoldi, nima bala bo'ldi? Meni hech qanaqasiga urmayapti. Menimcha biz uni birinchi urishimiz kerak. U bizni jahl chiqib, keyin urishni boshlaydi. Da ko'rib turibsizlarki, men buni urdim, keyin esa sekingina urishni bera boshladi. Hozir esa u bilan biz jang qilishni boshlaymiz. Ko'rib turibsizlarki, tepada uni joni qanaqadir o'zgacha ekan, qanaqadir teksturasi bor ekan. Boyaginiki